Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston viloyatlarida yana yomg'ir va qorli kunlar boshlanadi. Ob-havo esa pastlashi kutilmoqda. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet 17-aprel kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 darajaga pastlaydi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Ba'zi hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelish ehtimoli bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 darajaga pastlaydi, deyiladi xabarda.